Assalomu alaykum bolalar. Sizlar bilan yana men Kingsurush YTB. Bugun biz sizlarga Steam va modni qanday o'tkazishni o'rgataman. Mana qaranglar. Mana sizlarga megabayt kerak bo'ladi. Wi-Fi boshqa narsa. Shuni kirasizlar, to'xting. Nasıl kechirasizlar, 5 minut kutinglar. Oz. O'chirib olaydi. Bunday qilamiz. Birinchi o'chiradi. Google'ga kiramiz. Mana bu yerga yozamiz. Tik var mod deb yozamiz. Mana ko'ryapsizlar mod. Shuni ustiga bitta bosib o'ramiz. Onning osti animals chiqadi. Shuni ustiga mana bu harflarni ustiga bitta bosib o'ramiz. Mana. Hozir qotadi o'zingizga mayli. Mana kirdik. Va mana kirganimizdan mana buni bosamiz. Mana buni. Bosamiz. Mana 7 sekund kutib o'tiramiz. Mana bo'ldi. So'kmayli. Qaranglar, hozir 5 minut kutinglar. Mana bunaqa dolat bir narsa chiqadi, o'shani bosamiz. Bo'ldi. Tayyor. Mod bizga. Shu bo'lmaydi. Mana hozir o'tadi. Mobil xatga qarasangiz ham bo'ladi. Hoppa. Offside qutini bosamiz. Bo'ldi. Mana fail o'tkazilyapti deyapti. Mana ko'ryapsizlar. Bo'ldi. Screenshot bo'lsa o'zi aytadi. Mana ko'ryapsizlar, mana bu yerda modlar bor. Mana bunaqa mod. Mana buni o'yini mod bor. Yana qaysi modlarni ko'rsatay. Mana top stil mashinalar modi ham bor. Kiradiganlar bo'lsa o'ynab olsin. Yomon qizim modlar. Mana buni mod bor. Yana mana buni modi bor. Mana buni. Bu mod to'lib yotibdi-da. Shu Google'ga xohlagan narsangizni yozasiz, o'sha o'yinni mod deb yozasiz, o'zi chiqadi. Yuklab olasizlar, o'sha o'yiningiz mod bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar, yuklab olinishdi demak. Chiqamiz. Qani? To'xtang. Oz. Bo'lmayapti. 5 minut to'xtang, bu yuklab olmayapti-ku. Shu bir ko'raylikchi. To'xtang, qaytadan qilish kerak ekan. Qaytadan qilmaydilar. Men o'zim qaytadan qilaman, chunki men bir necha marta o'ynaganman, shuning uchun qo'tyapti menga. Mayli. Qilib bilsaydi. Bo'ldi mana. Eva omadli narsa. Mana Steam mod o'tyapti akalar. Mana. Ustiga bosamiz, mana bunday chiqadi, ko'ryapsizlar? Modni ustiga bossak, mana bu to'lish kerak ekan. Mana bu to'lyapti. Mod o'tadi o'zi qarab turing. Kutamiz. Kimga mod kerak bo'lsa, xohlagan o'yinini kommentga yozsin. Men o'sha modni ko'rsataman, qayerdan olishni. U kuni ko'rganimizda Steam modni ko'rsating degandi. Mayli dedik. 5 minut. Mana Steam mod. Buni yashirib qo'yganman, hech kim o'talik qilmasin deb. Mana APK bir narsa chiqadi. Mana bu o'qitni bosasizlar. 5 minut kutinglar. Voy, bolalar bir o'ynab chiqaylik. Tam zerikib ketdi. Ko'ryapsizlar mana. Mana shu Steam. Kim bilsa o'ynab olsin.
Yüklersiz. VIP ularsiz masalarni oladi. Mana VIP bo'lgan masa hisobni buzyapti shu. Mana bu VIP. Ko'ryapsizmi? Mana ulashtiramiz. Aşağı. Man. Sebab VIP ko'rpachalar turmagilarni ko'rsa, unda cho'lagan narsalar. Mana mo'g'ullar shunday yursak bo'ladi. Ozmi bitta o'ynab chiqaman, ko'ringlar qanday bo'lishini. Mazza. Kimga qanaqa o'yin o'ynashimni xohlasa, PUBG'ni videoga tashlaymi YouTube'ga, yo Minecraftmi, yo mana bu Steam'mi kommentga qo'yamiz. Hamma narsa kommentda. Biror bir narsani so'ray, nimaga obuna bo'lmayapsizlar? Inshaalloh bizga bo'ladi. Bizga bo'lgandan keyin mayli obuna bo'lmaydi. Desam ishonmayman. Hozir. Hozir bolalar, hozir 5 minutda ishim chiqib qoldi. Agar kanalimga kirsalarmi, yaxshi videolar bor, ko'p boshqalar mazallarda. Kontur modini ham qo'shgan ko'rasizlar va kommentlarga bosib kontur modini ko'ringlar. Televizorda o'ynagan mavzusini bilmagan hammasi bu. Mana bo'ldi ko'ringlar. Shuni namiz. Labay. Videoni to'xtatib qo'yaman. Keyin yana videoni davom etamiz. Salomat bo'linglar. Hayır, salomat bo'linglar. Shu o'z fikrlaringizni yozinglar. Ikkinchi qism